Assalomu alaykum, ahli YouTube. Turkiyada 2026-yil uchun universitetlarga qabul ochildi, bahorgi va kuzgi semestr uchun. Sizlarga Turkiyaning qator universitetlariga hujjatlaringizni topshirib berish xizmatimiz mavjud. Bakalavriat, magistratura, doktorantura uchun. Har bitta universitetga topshirib berish xizmatimiz arzon va sifatli. Arzon degani sifatsiz degani emas. Har bir universitetga attiga 100 ming so'mga hujjatlaringizni topshirib beramiz. Undan tashqari sizlarga professional tarzda CV grantlar uchun yozib tayyorlab beramiz. Ushbu Telegram manzilga va ko'rib turganingiz raqamlarga murojaat qiling. Biz siz bilan aloqaga chiqamiz.